9-mikrorayon hududidan 3-etajdan 3 xonalik 2 ta balkonli uy ko'rib o'tamiz. Ikkinchi balkoni ham hattoki yopilgan. E'tibor berasiz, videosini bitta ko'rib so'rasiz. Qarang, akfa bilan to'liq yopib olingan, yopiq balkon qilingan. Skvoznoy variantda xonadonimiz. Biza ikkinchi xonasidamiz va sizga asosiy kirish eshigidan boshlab tushuntirib o'tamiz. Ushbu xonadonimizda hamma jihozi qoldiriladi. Asosiy kirish eshiklari ham qimmat yaxshilaridan qo'yilgan, remontiga ko'p bo'lmagan, 1-2 yil atrofida. Bu yoqda o'zini bitta yotoqxona qismi, bu yoqda yana bitta yotoqxona qismi va e'tibor beringlar, hamma yoq shkaf, texnikalar bilan ta'minlangan hamda barcha jihozlari qoldiriladi. Bu yoqda to'g'rida bo'ladigan bo'lsa, kiyim saqlash uchun shkaflar qilib qo'yilgan hamda keling zal qismini ko'rsatib o'tamiz. Chiroyli parda gilamlar, natijnoy patologlar qilib qo'yilgan. Aboylari ham qimmat yaxshilaridan o'rnatilgan. Pollarimiz laminat va keling yuvinish xonalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Kafel qilingan holatda, marhamat, yuvinish xonlarimiz alohida. Eshiklari ham qanaqadir bir noodatiy eshiklar o'rnatilgan. Eshiklarga e'tibor berasizlar, dizayniga. Keling, marhamat. Bu yoqda hojatxonasi. Va to'g'ri o'tadigan bo'lsak, oshxona qismini ko'rishimiz mumkin. Bu yoqqa e'tibor berasizlar, kir moshinkalar, xolodilniklar va o'zini kuxnyasini to'liq uzunasiga o'rnatib qo'yganlar, balkon qismiga o'tgan va bu tarafda gullarimiz hamda shkaflarimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi, polkalarimiz. Ushbu xonadonimizning balkon qismiga ham duxloyni akfa deraza romlari bilan yopilgan. 9-mikrorayon hududi Baxmaldi yonidagi Bizneslar rivojlantirish bankini yoni. Agar kim biladigan bo'lsa, San'at kollejining to'g'risidagi 4 qavatli domni 3-qavatdan 2 ta balkonli hamma jihozi qoldirilayotgan ushbu xonadonimizni 760 million so'm barakasiga o'tib beriladigan holatda sotuvga chiqaramiz. Jihozlar kelishuvga asosan kimga to'g'ri keladigan bo'lsa, ipoteka asosida 400 million atrofida pul bo'ladigan bo'lsa, ipoteka asosida xarid qilsangiz bo'ladi. Pastda to'liq ma'lumot uchun o'zimiz raqamlarimizni qoldirdik. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'linglar. Mana shu yaxshi xonadonlarning e'lonlarini ko'rib borasizlar.